Aka, yangi blogerlikni boshlamoqchi edim. Shunga yaxshi video olish uchun nimalar olishim kerak? Videoning qanchalik sifati yaxshi chiqishi kameraga bog'liq. Lekin sizda kamera yo'q. Shuning uchun bizda samый byudjetni hozir kamerasi zo'r telefonlarni tavsiya qilamiz. Birinchi bo'lib 14larimizdan boshlaymiz. Bu yangi chiqqan Note 14 Pro Plus 5G. Bunimiz 200 megapiksel. Bunimiz Xiaomi 14T. Bu ham flagmanskiy yuradi. Kameralari juda ham zo'r. Bu S21 FE byudjetli variant va S24 FE'miz. Bu ham byudjetli variant. Agar puldan muammo yo'q, professional kamerada olaman desanglar, iPhone'larimiz bor. iPhone'larimiz SE dan boshlab 16 gacha bemalol Mobile City'dan optim narxlarda kelib xarid qilib ketishingiz mumkin. Ikkinchi o'rinda sizga shtativ kerak bo'ladi. Bizda hozirda Jimarining 2 xil turi mavjud. Birinchida ko'rib turganingizdek juda ham mustahkam, qalin va uchtali oyoq tepa-past chiqib tushadi. Bo'yi 1.75 sm. Va buning shunaqa disbalans ko'rsatib turadigan datchiklari ham bor, bitta va ikkita. Va buning bunaqa держатели любой telefonga tushaveradi va 360 gradus aylanadi. Ikkinchi turdagimiz bunimiz byudjetli variant hisoblanadi. Buni держатели bo'ladi. Bo'yi 1.55 sm va tepa-pastga chiqib tushadi. Shtativlarimiz narxiga keladigan bo'lsak, bunimiz 199 ming so'm, bunimiz 299 ming so'm. Videoning sifatini yaxshilash uchun albatta sizga yaxshi mikrofon kerak bo'ladi. Mobile City'da 3 xil varianti mavjud. Hozirgi modaga mos dumaloq shakldagi 2 xil mikrofonimiz 4 soatga zaryad yetib beradi va tashqaridagi shumlarni o'ziga olmaydi. Bu mikrofonimiz bularga nisbatan professionalroq va shunaqa popikchalari bor. Tashqaridagi shumni o'ziga olmaydi va ustida ekran displeylik juda ham zo'r. 6 soatga zaryad yetadi, 20 metrgacha ushlaydi. Narxiga keladigan bo'lsak, bu ikkala byudjetli variantimiz 400 ming so'mdan, bunimiz 500 ming so'm. Beauty yo'nalishida ijod qiladigan salonchi opa-singillarimiz uchun shunaqa RGB LED lampa kelgan. Juda ham chiroyli, har xil rangda yonadi va professional video olsa bo'ladi. Buni narxiga keladigan bo'lsa, Mobile City'dan atiga 390 ming so'mga xarid qilishingiz mumkin.